Raislarim, sizlarni diqqatingizni bir videorolikka qaratmoqchiman. Assalomu alaykum. Uyga qadam qo'yganimda jim qoldim. Havo sovuq emas, hayot sovuq ekan. Boshqalarni hayotiga doim havas qilaman. Allohimdan bizga ham shunaqa hayot ato qilgin deb so'rayman. Ularning yagona orzusi issiq bir xona, oddiygina bitta xona. Men oddiy bir xalqdan chiqqan qimorbozman. O'zimni ehson qiladigan bir halol insondek ko'rsatkim yo'q. Men oddiy bir yaxshilik qilmoqchiman va shu oilaga 50 million so'mlik KFC pulini uyiga sovg'a qilmoqchiman. Agar siz ham shu yaxshilikka qo'shilmoqchi bo'lsangiz, bitta obuna bo'lib qo'ysangiz yetadi. Men shu oilaga olib borib, shu pullarni topshirmoqchiman. O'ylaymanki, siz ham bu yaxshiligimizga qo'shilasiz va xalqdan chiqqan insonman, xalqqa xizmat qilishda davom etaman.